Ikki xonali kvartirani puliga shunaqa kottejlar sotilyapti desam, menimcha ishonmasanglar kerak. Ko'rib turganingizdek, yonma-yon 12 ta kottejlarimiz qurilgan, shulardan 4 ta sotilgan, 8 tasi qolgan. Ulgurib qolinglar, shoshilib qolinglar. Bunaqa arzon uylar kamdan kam bo'ladi. Uylarimizning planirovkalari bir xil, har bir uyimiz 0.67 sotig'iga qurilgan, har birini 4 tadan xonasi bor. Ko'rib turganingizdek, uylarimiz tupik ko'chada joylashgan. Har bir uyimizga shunaqa chiroyli, sifatli temir darvoza o'rnatilgan, darvoza xonalari bor. Bittadan mashina qo'ysanglar bo'ladi. Gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Hozir sizlar bilan birgalikda bitta uyimizni to'liq planirovkasini ko'rib chiqamiz. Binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uylarimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan, bitta mashina uchun joy ajratilgan. Har bir binoyimizda 2 qavat, 2 ta urvilli bino. Hozir sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan koridor, hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek faqat koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda katta zalimiz joylashgan. Bu zalimizning kattaligidan foydalanib bir qismini divanli zona, bir qismini bo'lsa stul zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Uylarimiz Yangi Hayot Sergeli tumani Chortoq mahallasida joylashgan. Orientirimiz Indeks bozori bo'lyapti. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu burchagimiz kir mashina uchun mo'ljallangan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Aynan mana shu joyimizning o'zida uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerga bitta kuxunli mebel qilinsa bo'ldi. Ovqat tayyorlab, bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qo'ysanglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizni ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridor, o'ng tomonimizda spalnyamiz joylashgan. Uyimizning hammasi to'liq ta'mirlangan holatda, devorlarimizga sifatli aboy, polga, laminat, sanuzularimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binolarimizning hammasi to'liq iliq pol qilingan, shunaqa chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan. Hamma xonalarimizda ochiq rangdagi sifatli eshiklarni va sifatli romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizda sezganingizdek lyustralarigacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda spalnyamiz joylashgan. Aynan mana shu joyimizda shkop uchun mo'ljallangan bemalol vstroyniy shkop yasattirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu xonamizdan bo'lsa, balkonga chiqsa bo'ladi. Bemalol sushka qilib foydalansanglar bo'ladi. Uylarimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa, родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi balkonga qaragan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Uylarimizning atrofida bo'lsa, maktab, bog'cha, masjid hamma sharoitlari bor. Shundoq kelasizlar, yashaysizlar, yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashaydigan qilib qo'yilgan. Mana shu 12 ta uyimizning hammasi sotib bo'lingandan keyin joy egalari tomonidan har bitta uy xonadon egalariga texnikalar berilar ekan va bitta odamga 2 kishilik umra safari ham sovg'aga berilar ekan. Juda ham zo'r imkoniyat, bemalol kelib ko'rib o'zingizlar xarid qilsanglar bo'ladi. Joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shunaqa arzon narxda kottej qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.